Demak, bu patsientimiz Qozog'istondan kelganlar. Bularda 5 yil oldin kesareva bo'lgan. Lekin mana undan keyin bitta rivojlanmagan homiladorlik bo'lgan 6 oy oldin. Va shu rivojlanmagan homiladorlikni bartaraf qilganda xatoliklar ketgan. Ya'ni birinchi bitta tozalangan, keyin 5 kundan keyin gastroskopiya qilingan va vakuum qilingan. Natijada bitta mana ko'rinyapti defektimiz bor. Bachadonni chandig'ida defekt, ya'ni kichkina bo'lib qolgan, mana o'yiqcha joyi bor. Buni nomi simptom nishi deb aytiladi. O'lchami necha hozir? O'lchami 3 shunaqa. Hop, rubetsimiz qancha bo'lgan hozir? 2,7. Past kamda. Bachadon bo'ynimizda bitta kattaroq sarkista bor ekan, endocervix qismida, ya'ni bachadon bo'ynimizning ichki qismida bitta kista bor ekan.